Davom etamiz. Poytaxtimizning Olmazor tumanida muhim energetik obyektlardan biri O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi Выставочная podstansiyasi modernizatsiya qilinmoqda. Loyiha doirasida eski transformatorlar zamonaviy yuqori quvvatli uskunalarga almashtirilyapti. Bu haqda muxbirimiz lavhasida batafsil tanishasiz. Bosh prokuratura ishchi guruhi tomonidan hududlarda iste'molchilarni yoqilg'i energetika resurslari bilan uzluksiz ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar o'rganilmoqda. Xususan, Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi yuqori kuchlanishli podstansiyada yuklama bilan ishlayotgan 2 dona 25 ming kilovat quvvatli transformatorning har biri 40 ming kilovat quvvatli yangi va zamonaviy transformatorga almashtirilmoqda. Hozirgi kunda Toshkent shahar magistral elektr tarmoqlariga qarashli podstansiya Выставочная 116 kilovatli kuchlanishga ega podstansiyamizda Vazirlar Mahkamasining 598-qarori 1-ilovasiga asosan rekonstruksiya modernizatsiya ishlari olib borilmoqda. Bu ishlar davomida bizda ma'nan eskirgan hamda ekspluatatsiya muddatini o'tab bo'lgan barcha qurilmalarni almashtirish ko'zda tutilgan. Bularga ikkita Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan yangi tipdagi 40 ming kilovatli transformatorlarni o'rnatish, yopiq taqsimlash qurilmasi 6 kilovolt hamda kron 10 kilovoltda joylashgan eski turdagi barcha yacheykalarni yangi turdagi vakuumli, zamonaviy va ishlash uchun qulay bo'lgan yacheykalarga almashtirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, ishchi guruh a'zolari mahallalardagi transformator punkti hamda gaz taqsimlash qurilmasida olib borilayotgan ishlar va sohadagi yangi takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Ta'kidlash kerak, 2025-yil tumanda 8,6 kilometr elektr uzatish tarmog'i va 68 dona transformator punkti mukammal ta'mirlangan. Har bir xonadonga ASKI tizimidagi sho'chkalar qo'yilyapti. Bunday sizda to'lovlarimiz o'tirib masofadan boshqariladi. Afzalliklari bir xonadan o'tirib boshqara olamiz. Ya'ni kim qancha to'layapti, kunlik iste'moli qancha, oylik iste'moli qancha, buni hammasini nazorat qilib turamiz. Qarzdorligi bo'lsa, qarzdorligi oldindan xabar beramiz. Siz qarzdoringiz shuncha ekan, to'lab qo'ying deb 3 kun muddat oldin beriladi. Hozirgi kunda Olmazor tumanida eng og'ir 10 ta mahalla tanlab olingan bo'lib, bu asosan Ish shahar hududiga to'g'ri keladi. 2025-yilda 2000 dan ortiq reduktorlar o'rnatildi. Ya'ni gaz taqsimlash punktlaridan 7 tasi demontaj qilib, yangi gaz regulyatorlari o'rnatildi. Buning natijasida hozirgi kunda aholidan murojaatlar bo'lmagan gaz pastligi bo'yicha 2026-yil reja asosida 2600 ta regulyator qo'yishni mo'ljallaganmiz. Eskirgan uskuna hamda jihozlarni zamonaviylariga almashtirilishi 17 ming iste'molchisi bo'lgan Olmazor tumani aholisini barqaror yoqilg'i va energiya resurslari bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.